Arxivlar – tarix ko'zgusi, kelajak poydevori. Bugungi kunda Davlat kadastrlari palatasi Qashqadaryo viloyati boshqarmasining 16 tuman shahar filiallarining barchasida arxivlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Viloyatda kadastr arxivlarida saqlanayotgan 207 mingga yaqin obyekt hujjatlari xodimlarimiz tomonidan to'liq raqamlashtirildi. Texnologiyalar o'zgaradi, binolar yangilanadi, lekin yaxshi saqlangan arxiv bu vaqt sinoviga bardosh bergan eng ishonchli ma'lumot manbai bo'lib xizmat qiladi. Bugun 9-iyun Xalqaro arxivlar kuni. Sana munosabati bilan kadastr arxivchilarini samimiy muborakbod etamiz.